Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan test drive qilamiz. Qani ko'ramiz, qaysi mashina uzoqroqqa sakray oladi. O'shani bugun test qilib sinab ko'ramiz. Bu narsa o'zimga ham juda ham qiziq bo'lgan. O'shaning uchun sizlarga video darslik olib joylayapman. Qani ketdi. Mana Gentradan boshladik bo'lmasa. Tezligini qaraylik, 150 dan oshdi. 150 dan oshgandan keyin 130 ga tushib ketdi tezligi va 20 metrga sakray oldi Gentramiz. Qani, bunisi boshqa va mashinamiz ag'darilib ketdi. O'zingizlar ko'rdinglar, bo'lmasa keyingi mashinaga o'tamiz. Keyingi mashina Malibu yonida ekan, u kuzovlarni xatosiga qaramanglar. Ustiga o'rinib, prosta yaxshi kraska o'rnatib ketdi qani. Malibikimiz 170-180 tezligida sakrab, tezligini 150 ga 140 ga tushib ketdi va 310 metrga sakray oldi. Ya'ni Gentradan o'tib ketdi. Keyingi mashinaga o'tadigan bo'lsak, Tracker, ya'ni Tracker 2 rangini qaraylik. Va shikkalati, chiroyligini qaraylik. Ketdi mesela. Trekkerimizni qaraylik, soatiga 200 km/soatdan oshdi va sakraganda, qani sakraganda 250 ga chiqib ketdi. No, ko'ramiz hozir necha metr, 340 metrga Malibudan o'tdi. Aslida Malibuga qaraganda Tracker 2 slabey bo'ladi. Va bu yoqqa Cobaltga o'tamiz. Cobaltimiz ham chaqa-chuqalari bor. Bamper qorasini taqib qo'yganmiz, ahmad bermaymiz. Ketdik. Cobalt ko'ramiz necha kilometr uzoqqa sakrab ekan. Cobaltimiz ham soatiga 200 km tezligida sakradi va hozir ko'ramiz qanchalik uzoq metr. 10 metrga sakradi, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Malibu 2 bilan bir xil sakradi. No, Malibu 2 ga qaraganda ancha past mashina bu. Bo'lmasa qaranglar, boshqa mashinani tanlaymiz. Qaysi mashinani tanlaymiz? Tak, Lacetti'ga o'tamizmi? Hop, Lacetti'ni tanlaylik. Rangi uncha yoqmayapti, o'shaning uchun rangini o'zgartiramiz qani. Qanaqa rangga qilsak bo'ladi? Yoshlar ranglar bo'lmaydi, o'shaning uchun oq yaxshi deb bilmadim, menga oq yoqadi, o'shaning uchun qora ham bo'lmayapti. Bo'pti, qani qora qila qolamiz. Ketdik bo'lmasa. Qora desam uncha qoraga ham o'xshamaydi. Qorada baribir qani ketdik. Lacetti'ni sakratamiz. Hop, tezlik uncha uzoqdan kelishadi o'zingizlar. 215 km. 215 metrga sakradi. Balonlarni qaranglar, tarqalib ketdi to'rtta tomonga. Va oldidagi ikkita balon ketdi. Bo'lmasa qani boshqa mashinani tanlaymiz. Qaysi mashinani tanlasak ekan? Chevroletlarni borini qildik. BYDga o'tamiz. BYD Song Plus. Qani ko'ramiz buni. Rangini qaranglar, qichchumi? Qichcho'lik. Salonni qaranglar, salonni o'zi. Boya Trekkerimiz saloni ham xuddi shunaqa edi-chi. Sap-sariq tilladan edi. Bo'lmasa qani ketdi, gazini bosdik. Bo'lmasa BYD Song Plus'imizni ko'ramiz. 170 km/soatga sakradi va oldi ikkita orqa bamperni ko'rdinglarmi? Ajalib ketdi va 270 metrga sakray oldi. Tak, keyingi bo'lmasa, keyingi mashinaga o'tamiz. Qaysi mashinani tanlaymiz? Mashina modelini bilmadim. Ferrari'mi nima bu ish qilib qichchiq modeldan, tezligi ancha kuchli. Ferrari deymizmi, sport car deymizmi barcha. Davay, qani bo'lsa shuni sariq rangini tanladim, bo'lmasa ketdi, bo'lmasa ishlarni qaraydi. Bugattiga o'xshaydi.
kishilik. Davay ketdik. Ketdik, sakratamiz. Hop. 400 kilometrdan o'tib ketdi. 400 kilometrdan men 400 metrdan uzoqroqqa sakradi. Borib birdaniga bachchag'i chiqib ketdi-yu, oldin qaranglar. Vakillab ham o'tirgan. Biz yana bitta sinab ko'ramiz. Sakratamiz, 2 kilometr soatda sakradi va necha metrga ketadi ekan. Eng qizig'i yerga ham tushmayapti-da. Tapida 410 metr yoq-yoq ko'rib turibsizlar o'zinglar, bachchag'i chiqib ketdi. Voh. Bo'lmasa boshqa mashinaga o'tamiz ha. Tak. Dog'amda bor mana Damas qaysi rangdan? Oq rangidan tanlaymiz ham. Eski Damas versiya, endi yangi emas, no ishlari ko'rib turibsizlar, mexanika, rushnilar ishlagan, displeylar ishlagan. Haydadiy bo'lmasa Damas legenda Damas. Dog'amda bor mana Damas emas. Davay. Ichini qaranglar. Oh. Ketdi davay. Eng qizig'i skors ko'rganda tezligi bosganda 1-2 o'zi tiqib yotdi. Avtomatik endi biz bu yoqda kilometrlarda bo'lamiz. Tezligini qaranglar, 100 dan oshdi o'sha. 100 dan oshgandan keyin motor ketdi. Mana chap tomonda ko'rib turibsizlar, sariq bo'lib turibdi. Motor ketgan holda ham sakradik va sakragan joyimizda 140 metrga sakradik. Da, orqa eshiklarimiz ham ochilib ketdi. Ikkita eshigimiz ham ochildi, bitta eshigimizning pachchag'i ham chiqdi. Bunaqa tezlikda shunaqa bo'lishi aniq edi va boshqa mashinaga o'tamiz. Tak. Qaysi mashinani tanlaymiz? Shuni bilmadim, BMW ga o'xshatdim, no bu yoqda BMW degan anaqa narsa yo'q. Xudoolasa o'yinga BMW M8 larni ham olib ko'ramiz, M5 larni ham olib ko'ramiz. Qitcho'ligini qaranglar. Ketish bo'lib shunisi deymiz. Ichini qaranglar buni, sport karda bu. Ketdi bo'lsa bu 190 km/soatga sakradi va yerga ham tushmadi-yu. Tap. Anasanga bo'lmasa trassani o'rniga tushib qo'ya qoldik. Yana buni sanab ko'ramiz. Bu chota bunisi o'tmaydi, chunki biz yerga tushishimiz kerak. Necha metrga sakraganligimizni bilishimiz kerak. Ichini qaranglar. Ketdi bo'lsa sakratamiz. 190 km/soatga sakradi va necha metrga sakradi? 320 metrga sakradi. Qo'rlagan mashina oldi yo'q o'tib ketdi motori bilan. Ichini qaranglar endi. Nima ham deymiz bo'lsa. Ko'tim qichitga qarshi tez yuradigan mashinalarda mana bu traktorni sinab ko'ramiz. Qani traktor tezligini ham ko'ramiz. Qancha metrga sakralar ekan. Damazimizni 140 ga sakragan, adashmasam. Endi hozir yaxshi ketyapmiz. Shunaqangi bir toshbaqaga o'xshab ketyapti. 30 kilometrdan keyin motor ketdi. Motor 3 dan ketdi. Podium bo'lganiga mashina uchib qoldim. Bilmayman, podium bo'lganiga pastga qarab 80, 90, 100 dan oshdiydi o'sha mana. 120 ga chiqdik mana. Hozir sakratamiz. Hop. Qoyilliga. 110 metrga sakradi qoyil. Motori ketgan holda, agar motori ketmaganda va 110 metrga ham chiqib bormasdi. Prosta ham tepalikda qolib, tepalikdan podiumga tushdi-da. Karuchani sinab ko'ramiz. Boshqacharoq bir noodatiy mashinani tanlaymiz. Ish qilib, men buni benzin anaqasi bo'ladimi? Orqasida benzin tashiydi-ku, mashinaning nomini bilmayman. Nima deymiz? Shuning ichida baribir bo'lsa ham benzin bo'ladi, ichini qarang. Avtomat bu.
Ketdim, shuni sinab ko'ramiz. Ko'z tegmasin, och yaxshi ketyapmiz. 80 km/s, 90 ga chiqqandan keyin buni ham motori ketdi. Podyon bo'lganiga 140 km/soatiga chiqqanda sakradi va nimalar bo'lib ketdi tushunmayapman. 230 metrga sakradi. To'qqizta chapdan ikkita oldidan ketdi. Shu bilan videomizni tugatamiz. Keyingi videolarda qanaqa test drive qilaylik. Xudo xolasa yangi videolarni kutinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.